2-3 ming dollar kamida yutadi. O'zbeklarda shunaqangi narsa ommalashdi. O'zi 100 dollar bo'lsa, misol uchun, endi yetish qachon 70 dollarga keramika bo'lmaydi. Pul sug'orish. Detailing o'zi nima? Mo'ykalarda ham juda ham silab yuvish. Kesak emas 15, misol oddiy ko'jalatda ham yuvoriladi. Detailing bu boylar uchun. Bu pulni ko'kka sovurish yoki shunchaki chiroy degan har xil miflar, tortishuvlar bor. Undan tashqari bizning sahifamizda kommentariyada anchadan beri Farg'onadan detailing narxlarini chiqaring degan yaqinimiz uchun biz nafaqat narxi, bu videoda sizlar detailing kitlar kerakmi, kerak emasmi, u pulni tejashmi, aytib o'tganimizdek havoga uchirishmi, hammasi haqida inshaalloh ma'lumot olasizlar. Videoda boshidan chiroyli bir kommentariyada bir qo'llab-quvvatlab, like bilan bosib qo'yasizlar aqalli. Albatta, obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh ushbu sahifada biz sizlar uchun avtomobil temasi bo'yicha barcha foydali ma'lumotlar, hadovoy temasi, motor temasi, hamma ma'lumotlar inshaalloh sizlarga yetkazishlikka bel baylaganmiz. Bu uchun sizlardan qo'llab-quvvatlab turishdi o'zi yetarli. Joninglar sog' bo'lsin, yaxshi kayfiyat bilan videoni boshlaymiz. Biz bu ma'lumotlarni sizlarga yetkazish uchun Hatf Tuning asoschisi Hoji Muhammadning yoniga kelganmiz. Do'stimiz, avvalo aytib o'taman, o'sha Tuning House Dilshod akani shogirdlaridan bo'ladi, ya'ni bu sohani mutaxassisi. Shu uchun sizga aka savollar bilan murojaat qilamiz. Podpischilarimiz uchun inshaalloh manfaatli bir suhbat qilamiz degan umiddaman. Inshaalloh. Assalomu alaykum. Sizlar akalar, Xullas, qo'ldan kelgancha manfaatli ma'lumot berishlikka harakat qilamiz. Albatta, endi yana bitta narsa bor. Videoda boshida aytib qo'ydim. Narx-navolarini ham aytib o'tamiz. Munchadan munchagacha degan narxlarni ham xudo xolasa aytib o'tishlikka harakat qilamiz. Xo'p, endi birinchi qisqa savol, detailing o'zi nima? Ko'pchilik detailingni faqat mashinani oddiy yuvib qo'yish deb tushunadi. Detailing mashinaga atroflicha har bitta detallar bilan ximchiska, misol uchun deylik, ximchiska qilish jarayonini. Endi bizda o'zbeklarda shunaqangi narsa ommalashdi. Detailing studiyalar ochildi. Bu detailing studiyaga mashinani olib kelsangiz, o'zingizga nimani xohlayapsiz? Xuddi o'sha xohishingizni qilib berishlik yo'lga qo'yilgan. Xudo xolasa biz ham shuni yo'lga qo'yganmiz inshaalloh. Shuni harakat edamiz. Keyin ko'pchilik o'ylab qolgan detailingda prosta oddiy pul sug'orish hisoblashadi. Bu narsa noto'g'ri. Detailing mashinasini sevgan insonlar, ayniqsa o'zbekchilikda bu juda ham xos narsa. Mashinasini mehr berishni xohlaydigan insonlar uchun ayni muddao va mashinani himoyalashda ham juda ham katta bu rol o'ynaydi. Endi yana dolzarb qiziqarli savol yaqinlar. Bu savollarni o'zim tuzib chiqqanman. Agarda sizlarda ham qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Balki biz sizlar bermoqchi bo'layotgan savolni bermayotgandirmiz. Xo'p, detailing qilmasa nima yo'qotadi inson? Xo'p, detailingda ayniqsa bizda urib bo'lgan qora mashinalarni, Gentralar rosa uribga chiqdi. Ko'pchilik keramika masalasida keramika qildirsam, bo'ldi, usti yaltirab qoladi degan tushunchaga kelgan. Bunaqa emas. Misol tariqasida mashina Gentra oladigan bo'lsak, qoralarda lak qatlami 130 mikron bo'ladi. 130 110 shuni orasida o'ynaydi. Bu narsani detailing studiyalarga olib kelib polirovka qildirsangiz, o'rtacha 20 mikron yo'qotadi. Har bir polirovkada 20 mikron yo'qotadi. Kasaproflarga olib borsangiz 40-50 mikron yo'qotasiz. Misol tariqasida mashinani olib kelib keramika qildirdingiz. Keramika qildirgan mashinangizni 20 mikron yo'qotib, ustiga yana 40-50 mikron ustiga minadi. Bu o'zini mashinani himoyalanishi, kuyishlarni oldini oladi. Misol uchun mashinamiz bizda quyoshligi o'ta issiq bo'ladi. Bu holatda agar qora mashinalarda buni chiroyli qilib polirovka qildirib, detailing studiyalarda keramika qildirilgandan keyin mashinani jozibadorligi ham va mashinani himoyalanish lak qatlami ancha himoyalanadi. Va keyin ko'rkamligi ham albatta bu juda ham boshqacha rol o'ynaydi. Keyin bizda mo'ykalarda ham juda ham silab yuvish, kesak emas 15, misol oddiy ko'jalatda ham yuvoriladi. Bu juda ham katta minusimiz. 90% dan oshiqdan buni bilmaydi. O'zini maxsus sochiqlari bilan yurilsa, mashina inshaalloh ancha vaqt xizmat qiladi va ya'ni chiroy olib yurgimiz keladi inshaalloh. Ko'rkamga yana ko'rkam qo'shiladi. Endi bitta savol, hozir biz buni detailingning foydalari haqida gapirdik, bu yoqda himoya qilish haqida gapirdik. Endi
aniq tiniq haligi nima deydi derskiyroq savol. Biz hozir detailing qildirsak, aytaylik, misol men qora Malibu 2 olib keldim. Detailing qildirsak, bu pul tejash bo'ladimi yo yo'qotish bo'ladimi? Shunda iloji bo'lsa raqamlarni aytib bersam, mayli ko'pchilik uchun qiziq bo'ladi. Qora Malibu deganingizga hozir katta bolalarni mashinasi bir rosa trendga chiqqan bu mashina. Ayniqsa qora Malibu'da 99% odam keramika qildirmasdan yurmayapti. Bu rosa trendda hozir. Endi bu olibtalik tomoni, endi foydali tomonini aytsak, qora Malibu oldingiz $35,000 misol uchun $30,000 hozir olganingiz taqdiringizda u mashinani oddiy olib yursangiz tez kuyadi. Bu mashinani endi birinchi o'rinda obro' uchun minilyapti-yu. Keramika qildirsangiz, misol uchun $500 keramika qildirdingiz, 1 yildan keyingi holatda siz keramika qildirgan joyingizda sizga tushuntirib bergan etaplari bilan qildirib, endi 1 yildan keyin keramika qildirilmagan mashinani oldiga qo'ying. Farqini o'shada bilasiz. Mashinani tizilib ketganligi holati-yu, mashinani tizilmaganligi va quyoshda turganda ikkalasi mo'yka bo'lgan holatda kuyish qatlami kuchli. Baron keramika bo'lmagan mashina. U keramika prosta suvdan, yomg'irli nimadan saqlanmaydi. U mashinani kraskasini tizilib ketmasligini, kraska kuymasligi asosiy foydasi shu yerda keramika. Keyin gidrofob xususiyati zo'r. Mo'yka qilganingizdan keyin suvlar turmaydi, dog' bo'lmasdan akkuratni saqlaydi. Demakki, hozir demoqchisiz, misol uchun $30,000 olgan mashinangizni 1 yil keramika qildirib minsiz balandroq narxga sotish imkoniyati bor, narx tushmaydi. Endi bizda ko'pchilik endi xohlaymizmi yo'qmi shunaqa narsa. Misol uchun Cobalt oladimi, qora Gentra oladimi, narxini yo'qotmasdan sotish, kamaytirmasdan. Keramika qildirmasa, demak, narx tushadi ancha mashinani. Bo'yog'iga puturyapti. Albatta. Narxiga ham juda katta ta'sir qiladi. Keyin o'zi bilsangiz, misol bozorga olib chiqqanda mashina istarasi degan narsa bor. Istaraga ham juda katta farq bo'ladi. Hali mashina olmoqchi bo'lgan odam mashina oqtar ekan paytda ham o'ziga akkuratni mashinasiga qarab yurgan insonlar mashinasi baribir ham sezilarli darajada qimmatroq sotadi. Baribir ham o'sha narsani xohlayotgan inson olsa, $2-3 ming kamida yutadi. Hayotiy kes aytib beraman menga, to'g'risi. Mana shu oxirgi menga Spark'ni sotganimdan keyin $6,300 ga sotganman. 2014-yil 200 ming yurgan mashina edi. Mashina purushlarga endi sotib bo'lganimdan keyin mashinani sotdingiz, mana qanchaga sotdingiz? 6,300 sotdim. Qanaqa qilib sotdingiz? Kimni aldadingiz deyapsiz-da. Vaholanki men mashina purushga sotganman. $6,300 ga. Demoqchi bo'lganim, qaralgan mashina haqiqatan pul bo'ladi. Eng qizig'i, u mashina purushi $6,650 ga sotgan mashina. U boshqa mashina purushlarda aqliga sig'mayapti. Shu yillik, shuncha probegli mexanika Spark shuncha sotilgani boshqa mashina purushlar aqliga sig'mayapti. Qanday qilib shunday bo'ldi? Siz yaxshi mo'ykalar, yaxshi shampunlar ishlatgansiz, mashinangizni ko'p olardingiz. Qarovda ish kattalar ham. Detailing degani mashinaga atroflicha qarash degani. O'sha mashinangizga qancha mehr bersangiz, misol uyimizni ham qancha ozoda saqlasangiz, misol uchun devorlari ham hattoki nuramay turadi. Remont talab bo'lmay turadi. Xuddi shuni singari mashina ham shu. Bitta aytganingiz bitta kesib kelib qoldi. Bitta qarindoshimizda Malibulari bor. Mana shuni mashinangizni aytdim. Nima Malibu oldingiz? Misol uchun asosiy endi trenddan qolmaslik uchun. Endi bu mashinaga mehr berish kerak edi. Mehr bermasangiz, mashina umuman Malibuligini qilmaydi. Malibuligini qilmaydi. Hozir shuni olib qo'ying. 1,5-2 yil bo'ldi olishganiga ustlari dog' bo'lib ketgan. Mo'ykada bas u havo nimasida ham dog'lar juda ko'p. Ikkinchisi mo'ykadan dog' bo'ladi keyin. Aytdim, mana shunday holatda keramika bo'lganda mashinangiz birinchidan tizilmasdi. Ikkinchidan shu suvda naqalar qolib ketadi-yu, tuzlari. Shunaqa qolmasdi. Keyin havodan kirgili tarafda yashashadi. Havodan nimadan zavoddan chiqqan dog'lar bo'lar ekan. O'sha mashina ustiga qoplab ketganda aytdim, keramika bo'lganda mana shu holat bo'lmasdi. Mana shu ham juda katta mashina sotaman desalar 1000-2000 yutqizadilar. Yutkazadilar. Agar keramika qilingan bo'lganda shunaqa pateriya bo'lmas. Dog'lar bo'lmas. Bitta video yaxshi, sizlar uchun manfaatli bo'lyapti yaqinlar. Endi eng kulminatsiyasi narx-navolar, eng qiziqarli joy. Endi yana bitta narsa, biz hozir o'zimizdagi narxni aytmayapmiz. Farg'onadagi yokida, misol umuman O'zbekistondagi shu detailing xizmati narxlarini aytsak. Bo'ldi. Qaysilardan boshlaydi? Misol polirovka, keramika, himchiska shu uchosini asosan aytsak, menimcha yaxshi. Asosan polirovkada mashinaga ham qaraladi. Misol uchun Malibu deb boshladi-yu. Malibu misolida hozirgi paytda polirovkani 700 ming ham qildirsangiz bo'ladi. Endi biz uni kassaproflar, birinchi aytganimizga to'g'rilaymiz. Detailing studiyalar 700 mingga qilmaydi.
Hatto $150 boshlanadi. Sababi ular ishlatayotgan mahsulot o'shanga javob beradi. Misol uchun polirovkalari, misol uchun shu narsani qo'shimcha qilib ketishni xohladim. Polirovkani original nemetskisini qilsangiz, lak qatlamini yevormaslikka ham bu ham katta sabab. Lak qatlami katta yedirilib ketmaydi original polirovkalarda. O'shaning uchun ham narxlari qimmatroq bo'ladi. Misol uchun hozir 1.900.000 atrofida bo'lyapti $150'imiz. O'shandan polirovkani shuni atrofida. Malibu uchun. $150 atrofida. Undan arzoniga uchmaslik tavsiya berib qolardim. Sababi mashinangizni ko'proq minmoqchi bo'lsangiz, uni lak qatlami yedirilmasini xohlasangiz, shunaqangi narxda agar yaxshi joylarda qildiring. Bu ham birinchi o'rinda. Keyin ximchiska masalasida, endi ximchiskada 700 mingdan 2 milliongacha ximchiska qilishyapti. Yana ximchiskaning o'zining tartiblari bor. Endi misol uchun sirenasi mo'l joylarni yuvdiydi. Agar общий yuviladigan bo'lsa, Malibu misolida misol o'rtacha biz qilib berayotgan holatimizda $100 dan $130 orasiga salon ximchiska qilib berilyapti. Bu ham original nemetskiy narsalar ishlatiladi. Oddiy vanishlar ishlatilmaydi. Yaxshi narsalar ishlatiladi. Endi keramikaga to'xtaladigan bo'lsak, keramika ham hozir $70 dan $500 gacha keramika qilishyapti. Shunchalik darajada farq bor. Katta farq endi. Endi o'ylang, misol polirovkani o'zi $100 bo'lsa, misol uchun, endi hech qachon $70 ga keramika bo'lmaydi. Chunki hatta sifat ham tushib ketyapti-da. O'sha tomonni ko'pchilik inobatga olmaydi. O'rtacha holatda yaxshi studiya, deteniy studiyalarda $350 dan $450-500 gacha keramika qildirsangiz bo'ladi. U ham ish sifatiga va keramikani xizmat qilish muddatiga garantiya berishadi. O'sha tomonlardan inobatga olishlarini so'rab qoladi. Ma'lum biri misol uchun 4 oy, 5 oy bo'lishi mumkin, 1 yil bo'lishi mumkin. Asosan 1 yildan 2 yilgacha garantiya beriladi. Keramikani turiga qarab. Hozir misol uchun biz buni Malibuga aytib berdik, endi ya'ni misol uchun Cobaltga bo'lsa nisbatan arzonroq bo'ladi. Nisbatan arzonroq bo'ladi Cobaltlarga. Endi garantiya deganda odamlar mashinani to'g'ri yuvishni ham bilmaydi ko'pchilik. Eng asosiy tortishuvli joy, sporli masala bu. Bitta joyga borib $400 ga keramika qildirdingiz. Endi o'zingiz bilgancha yuvsangiz, u garantiyasi 1 pul bo'ladi-da. Bu narsa 1 oy boradi endi uni. 1 oyga qolmay shampunlar shunaqangi arzon shampunlar bor. Keramikani to u qatlami misol uchun 3 kundan keyin mashinani yuving deydi. Keramika qilgandan keyin 2 kundan keyin yuvorish mumkin. Keramika ham ziyon yetadi. U keramika 5-6 oyga borib bormasdan o'z xususiyatini yo'qotishiga sababchi bo'ladi. Shu narsalarga ham e'tibor berishni so'rab qolardim. Aqallar, o'ylaymanki, sizlar uchun ham foydali ma'lumotlar bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Sahifamizni qo'llab-quvvatlash uchun albatta bu do'stimizga ham qator duo qilib qo'yasizlar, chunki shunday ma'lumotlar berish uchun biz kutib ma'lumot olishga harakat qildik. Tan jonlari sog' bo'lsin. Aqallar, joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda kim nima video ko'rishni xohlasa, ya'ni nima haqida ma'lumot olishni xohlasa, kommentariyamiz ochiq, bemalol yozib qoldiringlar. Baholi qudrat sizlar uchun aynan o'sha sohani mutaxassisidan ma'lumotlar yig'ishga harakat qilamiz.